Sinfdoshlar! 20 yillik yubileyga kelamiz deb adashib bechalar gashtaga kelib qolibsiz-ku. Yo'q, o'zimizni sinfdoshlar. Bir salom qizlar. Qizlar? Voy, obi, tanimadingmi? Nargiza sinfdoshimga o'xshab ketyapsiz. Enasi emasmisiz? Voy, Nargizani o'zim-a? Bitta o'pedi, 3 yil ketimdan yurgansan, esingda yo'qmi? Nima bola bu sinfdosh qizlar 1 yilda 3 yilga kattaryapti, deyman. Mana o esingdami? Ha, Nozman tug'ilgan kuniga sovg'a qilgan yulduz ro'molim-ku. A shu Nozimaman. Seni eslab duo qilib o'rab yuribman bolam. Eng uzr sinfdosh. Ya bolam to'g'ri, sen bilan sinfdosh bo'lganman desa, baribir kuchiga ham ishonmaydi. Obi, Sen iflos tanidim, to'shni saodatsan, ha? 9-sinfda ham xonaga qamab yarim soat chiqarmagansan. Nima unday qilgansan? Oilam bor-ku. Mana tigr o'zingni jigir momaychadek bo'lsa ham yoshxonasiga tegibdi, shu stri. Voy, jinimisan, bu katta o'g'lim-ku. Nima? Qachon ulgurding? 15 yoshga tug'ganmisan buni? Nima buyurasizlar? Somsa aytamizmi? Yo'q, meni oshqozonim hazm qilmaydi. Qo'y go'shtidan shashlikchi. yo'q, meni davlinam bor. Shirinlik. Saxrim bor. Ha, yo'q, men o'zimga turshak bilan talqon olganman. Evil. Hech bo'lmasa meva, olma, nok, ayting. O'zim bitta ham tushib qolmagan. Hammasi protez. Mana. Men sinfdoshlar oldiga keldim desam, hammasi invalid bo'lib qolibdi-ku. Qolgan bolalar nima kelmadi? Shunday chiroydan bebahra qolishdi. Ya kelmay to'g'ri qilibdi. Hammasiga aytaman, bu o'zini yo'qlab qo'yadi. Nimaga? Bularni ko'rdi nima, bu o'zini ko'rdi nima? Aka, mana odam bormi? Yo'q, aka, bizda aroq sotilmaydi. Ichsangiz ko'chada olib kelsangiz bo'ladi. Yo'q, men umrimda ichmaganman. Ana sinfdosh kampirchalar ichamiz deb qo'ymayapti.